obunachilar, mana sotuvga 2018-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya avtomobilimiz keldi. Mashinamiz holatlari juda ham ideal. Probeglari 86 ming yurgan. Mashina holatlarini ko'rsatadigan bo'lsam, 4 ta archa yumshoq balonlar qo'yilgan. Mana salonlari umuman chizilib ketmagan, zo'r holatda turibdi. Salonlari ham, sidinkalari ham, ABS konditsionerlari bor. Probegi 86 ming yurgan mana salon ko'rinishlari. Mashinamiz propan gazda, pokoleniyada. Kraskaga keladigan bo'lsangiz, mana shu kalinkasida pitnochasi bor ekan. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Mashinamizning tan narxi 91 million so'm. Naqd yo avtokreditga ham chiqadi. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib kelib baraka qilib ketsalaring bo'ladi. O'zlaring uchun bemalol proverka qilib tekshirib olsalaring bo'ladi. Probeglari qaytmagan, motor galopkalari o'chilmagan, probeglariga javob. Mana mashinamiz. Manzilimiz Jizzax shahri, prospekt Almas kafe ro'parasida.